Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Termiz tumani At-Termiziy mahallasida 595-496 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga ko'kat ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 400 metr, bo'yi 250 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanib, hozirgi kunda yig'ib olingan. Ekinlarni yetishtirish uchun 110 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orish, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish o'z vaqtida amalga oshirildi. Ushbu loyiha 22 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,4 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Muxtor Agro Tekstil kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3,5 dan 7 tonnagacha hosil yig'ib olish, jami 150 tonnadan 200 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirilishi rejalashtirilmoqda.